Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan sizlar bugungi videomizda men o'tgan videomizda kim birinchi bo'lib kommentariyamga yozsa o'shani nima qilib beraman degan edim. Hozir kommentariyamga yozgan eng oxirgi bo'lib mana shu ijodiy komment, lekin uybaymiz ko'p qoldi deyapti. Undan erkin yozdi. Bo'lmasam bizga xullas YouTube'ga kiramiz. Kirib turman bu mana qaranglar, bilsanglar kerak. Qidiruv joyiga bosib turib Erkinov mana pastki chiziqcha 100k deb yozsanglar chiqadi. Yuhu! Qaysi biri? Mana bitta joy tashlab ketibdi. Mana turibdi Erkinov 100k. 1000 tadan ko'p obunachisi bor. Mana shu bo'likka like bosib qo'yasizlar deb umiddaman. Bilasizlar muomalamizni. Mana shu bolaga sразу like bosib qo'yasizlar deb umiddaman. Lekin juda ham qiziqarli videolar, har xil Minecraft desanglar, Minecraft bo'lishi ham mumkin. Lekin Free Fire o'ynaydi, PUBG o'ynaydi. Bitta oldin videolari nimada chiqargan Minecraftda. Keyin men bu yerda eng ko'p prosmotr olgan videosi. Kecha uyim yonib ketdi. Prosmotri 24 mingtadan 274 mingtadan ko'p bo'lgan ikkinchi o'rin bu. Voy bola. Ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa bo'lib, eng oxirgisi birinchi hozirchalik. Bilmadim lekin. Votda. Mashina chiroyli. Juda ham chiroyli. Albatta do'stlar. Yana kimni reklama qilishim kerak va aytgancha, men bu yerda bir qiz ham bor edi. Uni hozir chiqaraman, ko'rsataman. Men kanalim, oldingi kanalim o'zimni. Mana shu kanalimga ham o'tib podpiska bosib qo'yasizlar. 736 ta podpiska bor. O'zi 800 dedi. Bu kanalimda hozirchalik videolar chiqmayapti, lekin bir chiqadi. Sensiz bir chiqadi. Yaqinda bu videolarni akkauntimga ko'chirib o'taman. Akkauntimga hozirgi akkauntimga ko'chirib o'taman. Men Boybakambag'al va men YouTube'dan ketyapman. Yo'q, uni emas, YouTube'dan ketayotganimda qo'yaman. Va yana men kimdirlar ham bor. Mana keyingi akkauntim bu do'stlar 266 ta podpiska, shortlar ham ko'p, 130 ta video. Menda menimcha eng 31 mingta 90 mingta bo'lgan bu meni o'rtog'im balatriyev. Do'stlar, videoni o'chirib turaman. Do'stlar, hozirchalik biza nima skachat qilishimiz kerak. Craftsman Games nega dotgan bo'lsanglar, hozirchalik u Minecraftni o'chirib tashlabman. Nima edi? Craftsman Games deb yozamiz. Hozir bu yerda chiqmaydi. Sizlar agar sizlar qanaqadir meniki Redmi, menga nima chiqmaydi sizlar bilmadim. Hozirchalik biz Play Marketda emas, Google'dan tortamiz. Google'ga kiramiz va mana bu yerga Craftsman Games deb yozamiz. Xo'p, mana bu yoqda birinchida turibdi. Xullas, mana shunga bosasizlar. Uni bosgandan keyin mana Fire Down turibdi-ku. O'shani bosasizlar. Hozir menda ishlamayapti. Agarchi oldin nimadir ovoz eshitilgan bo'lsa, u kamida chiqarib oladi va deb o'zicha gulni barkini mundoq turib pong'illatadi-yu, bilasizlar. O'shanaqa qilib berdim, wow deb chiqarib yubordi. Nima bo'lyapti? Xullas do'stlar, shuni skachat qilishinglar uchun ancha narsa kerak bo'ladi. Android va 76.0
Buni yozamiz. Ustanovkani yozamiz do'stlar. Ustanovka bo'lgandan keyin o'ynab ko'rishinglar, o'ynashinglar mumkin. Uzr, ertalabdan beri makmaklab qolyapman, nimaga tushunmadim. Do'stlar, o'shanaqa qilib o'tib bo'lgandan so'ng sразу kirsa, to'xtayman, skinim. Videoni o'chirib turaydi. Xo'p do'stlar, uji mana krasovanga kirdik. Nima videoda o'chirib tursanglar, skinimni qilishim kerak edi. Ingliz tili qilib bo'ldi. Endi skinga kiramiz. Mana kostyumni yozamiz. Pastga tushib turib, mayli, oldingi rasmni hamma bilsa kerak. Bo'ldi, mana shuni yozamiz. Endi nastroykamizni o'ynaymiz. Bunimizni nima qilamiz? Endi qasos videosi emas-u. Lekin boshqacha ovozda bo'lishi mumkin. U qasos videoyim o'tgangi videolarimni o'chirishim ham mumkin. Davay server ochamiz. O'zingizlar bilsanglar kerak, server nomida. Yo'q, kichkinada server deb yozasizlar. Pastga play deb yozasizlar. .pvp craft nuqta qilib turib crew deb yozasizlar va server deb yozasizlar va crafting world dezamiz. Mana bunaqa bo'lib kiradi-yu. Bundan keyin chiqib yoramiz. Mana bu birinchida chiqib turadi. Mana bu yerda pvp craft maga shuni bosasizlar-da. Uni agar Robloxinglar eski kirib qolgan, o'yininglarda nima kirmasanglar, eski kirib qolgan bo'lsa ham kirmasligi mumkin. Mana bunday deb yozasizlar. Qiyshiq mana bunaqa qilib turib, mayli. Login deb yozasizlar. Login 098 deb yozamiz. Buni ham qo'yib yuboramiz dedi. Yana mana bunaqa qiyshiq qilib turib, register deb yozamiz. Mana bunaqa qilib turib 098 va bo'ldi. Bemalol o'ynashinglar mumkin. Nimaga? Boshdan balkim bunday login 098 endi register what the otword serverdami? What the fuck? Tushunmadimmi? Boshdan yozaman shunda. Login 098 register 098 balkim men xato yozgandirman, balkim xato yozdirman. Boshdan 098 qanday kiradi do'stlar? Register register 098 Xudoyim bo'lgan bo'lsin. What the do'stlar, qaranglar, men bu atrofda chiroyliligini. What the fuck? Men ko'rasizlar, otvoryapti. Xayrlashish ham vaqti kelibdi. Xullas, hammaga xayr do'stlar. Men aytgan kanallarga albatta podpiskani ham bosishni umiddaman. Yana kimdir reklama qilib beray, albatta kommentariyada yozib qolinglar. Birinchi kommentariy yozgan albatta yana. Mana shu videoyimga kim birinchi bo'lib kommentariy yozsa, albatta o'sha insonni men reklama qilib beraman. Xullas, hammaga